Ko'rmaysizmi? G'arb odamini. Dunyo matohini hammasi uni qo'lida bor. Millionlagan, milliardlagan dollarlari bor. Lekin baxtsiz hayotda. Nima uchun? Iymonsizlik ustiga qurilgan hayot. Allohni tanishi yo'q, ibodat yo'q, kuniga rozi bo'lishi yo'q, Allohning manhajida turishi yo'q. O'shuning uchun eng ko'p o'zini joniga qasd qilayotganlar o'shalar. Demak, Allohning manhaji, dini seni salomatlikka, saodatga olib boradi. Ana shu manhajdan chiqib ketib, o'zi voshimchalik bilan yashashliging seni ikki dunyoda baxtsiz bo'lishingga sabab bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.